ilahe illallah, Allahu Ekber. Muhammed Resulullah, ya Habiballah, Allah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dünyanın arqas joylaridagi qarindoshlar. Biz davomli sizlarga taqdim qilib kelayotgan 40 hadisninki sharhisiniki 7-sini bugun sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bu hadisninki mazmuni tuvandikicha. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Hamda qarindoshlar, bu hadis labzi intayin qisqa, ma'nosi nihoyatda mo'l. Bu hadisninki mazmuni nurg'unlagan hukmlarni o'z ichiga olgan. Bu hadisninki bir qancha xil varianti bor. Nasaiyda, Abu Davudda, Tirmizida rivoyat qilingan. Ba'zi rivoyatlarda ad-dinun nasiha deb kelgan. Ya'ni 3 qatim takrorlagan payg'ambarimiz. Ba'zan rivoyatlarda innamad dinun nasiha deb kelgan. Ba'zi rivoyatlarda vali aimmatil mu'minin deb kelgan. Demak, qanday qilib bo'lmasin, buningki ma'nosi, mazmuni bir yadroliq bir nishonga tutishudi. Bu yerda hozir biz Muslim xabar qilgan, ya'ni sahih bo'lgan hadisni izohlab o'tmoqchi. Bu hadisninki ravisi to'g'riliq qisqacha to'xtalib o'taylik. U bo'lsa-mu taxallusi Abi Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radhiyallohu anhu. Bu hadisninki ravisi kim degan savol qarta. Bu hadisninki ravisi o'zi sahabi. Bu ilgari Hristiyan kishi. Lekin keyincha Hijriyaning 9-yili musulmon bo'lgan, Madinada tug'an. Madinada turib, keyin Osman radhiyallohu anhu shahid qilingandan keyin Baytul Maqdisga ketgan va u yerda istiqomat qilgan. Bu kishiningki 18 dani rivoyat qilgan umumiy hadisi 18 hadisi bor. Bu kishi aslidagi ayni vaqtda o'z davrining nihoyatda ibodatgo'y, Qur'oni Karimninki xizmatini qilgan, Qur'oni Karimni jamlashga qatnashgan. Tunji bo'lib, bu kishiningki eng muhim bo'lgan bir nimasi ishi Masjidil Aqsoga chiroq yoqqan kishi bu. Chiroq yoqqan kishi Umar radhiyallohu anhuninki davrlarida nutq so'zlashni, tabliq qilishni, da'vat qilishni Umar radhiyallohu anhu izni bilan boshlagan kishi. Demak, bu kishi hamda bu hadisda bizga nimalarni Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamninki degan so'zlari orqali nimalarni yetkazdi? Bu hadisninki mazmuni nima desa, Payg'ambarimiz akram sallallohu alayhi vasallam din degan nasihat degan. Din nasihat. Demak, bu yerdagi din degan so'zdan maqsad islom dini, islom dini. Ya'ni biz e'tiqod qilib kelayotgan, ya'ni shariatimiz, qonunimiz, islomimiz bu nasihat degan hamda. Endi bu nasihatninki bir qancha turlik ma'nosi bo'lib, nasihatning kuyinish, nasihat qilish va undan boshqa samimiy bo'lish degan ma'nolari bor. Din nasihat degandan keyin Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan sahobalar bu din degan nasihat orqali din bo'ladi. Din nasihat degandan keyin bular darro bu nasihat qilinguchi, samimiy bo'lunguchi yoki biz samimiylik qildigan kishi yoki nasihat qildigan kishi shu nasihat qildigan soha qaysi ya Rasululloh deb sahobalar so'diq deydi. Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallamdan bular so'g'an. Demak, bu yerda payg'ambarimizning 3 qatim takrorlash sabab nima deganda, bu nihoyatda muhim, diqqat qilinglar demoqchi.
Üç qaytim halatda din nasihat deyishda pek diqqat qilin demoqchi. Peygamberimiz bu savol qarta lillahi Allahqa, Allah'ın kitabıga, Allah'ın elçisiga ve Müslümanlarınki rehber, hakimleri, ulemaları, emirleri, kumandaları, el başlarga samimi buluş. Ve onlarınki hemmisiga umumi yüzlük çoğu samimi buluş. Yani halk ammısıga, fuqaralarga, yani kol asılı kişilerge çoğu samimi buluş degan. Endi şu 5 xil sahani Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizga uqtirib berdi. Demek bu 5 xil saha nihayetde muhim. Bu hamda bu hadiste birinci olup nima desa lillahi Allah'a samimi buluş. Allah'a samimi bo'lgan vaqtda Allah'ның çoğu biz razılıkı erişeleyimiz. Allah'ını tunyalayımız. Allah'nınki birlik bağlılığını çoğu bilaleyimiz. İkincisi Allah'ın kitabıga yani Kur'an-ı Kerim'ge ve ondan başka Allah Subhanahu ve Teala düşügen semavi kitaplarga çoğu samimi buluş. Ana ikinci Allah'ın elçisiga. Bu tertip bilen geldi. Ne için bundan keldi desanglar? Bu en evvel çoğu samimi buluş deyişlik olan en mühim nersini bilivelen, mühim nersini aldın orunu çıkaran. En mühimni birinci orunda, mühimrağını ikinci orunda, onundan bekrak mühim bulmağını çoğu üçüncü orunda müşündaki çoğu qatağı tizin. Demek hayatınız sizin çoğu bekçeklik her qanday iş qilgan vaqtda en mühimini aldın orunu çıkarın degan bir mezmunni, bir uçurni bu hadis çoğu bizge bir vatıdu qarindaşlar. Şuna bu hadis doğruluk hem şeriat İslamımızda bu hadis doğruluk ulemalarımız nahayetun nurgun bahalarını bergen. Ehli ilimler bununla ne degan dese İmam-ı Nevevi rahimahullah bu hadisninki orni intayin çoğu pek mühim. Bu hadis bu İslam'ınki yadrosu İslam'ın çoğu bir merkezi hesaplandı degan. Demek ki bu hadiste xuddi innemel amalı bin niyat degan ilgili ötep ketken hadiste ameller niyetke bağlıq degenge o'xshash bu hadisde çoğulsa nurg'unlagan hükümler o'tirga qo'yilgan. Endi bu hadiste Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizge dinninki nasihat, samimilik kelligini, samimi bo'lsak intayin çoğu biz zor g'alabalarga erishganligimizni bizga deb bergan. Endi birinchi bo'lib samimi bo'ldig'ini Allah Subhanahu va taologa samimi bo'lish. Allohga samimi bo'lganda biz dunyo va oxiratning baxt saodatiga erisha olamiz. Alloh qanday samimi bo'lamiz? Demak, Allah Subhanahu va taolo bizni yaratgan ekan, biz Allohning maxluqi quli. O'zimizcha aqlimiz bilan Allah Subhanahu va taoloning birligini, barligini bilalaymiz. Shunday bo'lsa Alloh taolo bizga kitapni tushirdi. Yani Kur'an-ı Kerimni tushirdi. Ondan başka Kur'an-ı Kerimni izahlaydigan, şerhlaydigan, tushundirdigan Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemni elçi qilib avatdi. Ve Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin çoğu desa Peygamberimizning izbasari bo'lgan olim ulamalarni bizga çoğu herkes çoğu ona kam qilmadi, davomli bizga çoğu avatib turdi. Şu alim ulama her qanday milletin çoğu bor. Demek Allah'ın ki kitabıga samim buluş, özümüzün dünya ve ahiretlik baxtimiz. Demek Allah'a samim bo'lgan vaqtda Allah Subhanahu va taoloning ki bizni nima uchun yaratganligini bilalaymiz. Allah Subhanahu va taolo Qur'on-ı Kerim'de "Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'buduni." Ben cin ve insanlarni fakat bana ibadet kılsın üçün yarattım dedi. İbadet kılsın üçün degan gapning mazmunidan biz nuqul holatda 5 vaqt namoz yoki 5 farzni qilsak bo'ldigan chog'i deb o'ylab qolmayli qarindoshlar. Bu ibodat degan nima desa Alloh buyurganning hammani qilish, Alloh cheklaganning hammasini yenish. Allah'ın elçisi ko'z tupagini bijondil ijro qilish. Kuchimiz yetishcha, chamamizningki yetishcha bardoshlik biradek ahvollar bo'lib qolsa, cho'qim uni o'zimiz qilish degan bo'ldi. Demak, Allohninki birligini, borligini bilish. Allohga hech narsani shirk keltirmaslik. Allohga bir narsa shirk keltirib qolsak, biz Allohga samim bo'lmagan bo'lamiz. Allah Subhanahu wa taala Kur'an-ı Kerim'de yeni bir ayette "İnnallaha la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalik" dedi. Allah Taala o'ziga shirk keltirilishni hargiz kechirmaydi. Undan boshqasini Allah tövbe qilishni nima qildi? Kechirdi degan.
Şuna Allah'ınki barlıqını, birlikini bilişimiz. Onun için izlenişimiz bu bizning başlatıp bulanmaydigan mas'uliyetimiz hem ço mecburiyetimiz. Şuna biz Allah subhanahu ve ta'ala'nınki nimetinden bahramon bo'lgan ekanmiz, biz tuzkorluq qilmasligimiz. Allah'ınki kanunu ço bizninki kanunumuz deb e'tirof qilishimiz. Allah'ның kanundan başka kanunu ço biz onu e'tirof qilmasligimiz. O'zimiz izlenip ço Allah'ınki elçisi nima demoqchi, bizlarni ço nimalarga yetaklamoqchi buni bilishimiz. Bu mu ço samimiylikninki en muhim kısımlardan birisi. Şuna biz tevhidimizin ço mustahkamlashimiz, yani Allah'a samimi bo'lamiz deydiganmiz. Tevhid uluhiyet, tevhid rububiyet, tevhid asma ve sıfatta Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber Aleyhisselam öğretgendek. Peygamber Aleyhisselam sahabalarga ço ameli üzü ço tushundirib, ko'rsatib, bildigendek bilishimiz bu intayin muhim demekçi. Hem de tevhid rububiyette nurg'un mesele çıkmaydı. Lekin tevhid uluhiyette aynı vaktim ço müşriklardan ağır meseleler çıkıp şunun sebepten ço müşrik bo'lgan Peygamber Aleyhisselam yige müşriklarla urushgan. Ular Allah yok demeydi. Allah var deydi, lekin başka narsalarni şirk qilib qo'ydi. Biz müştiyatda izleyişimiz lazım. Bu saha kelganda ayrim tafsilga to'xtalamiz inşallah. Hem de ikincisi ço desa, ikincisi Allah'ınki kitabıga nima qilish, samim bo'lish dedi. Allah'ın kitabı yani Kur'an-ı Kerim dedi. Kur'an-ı Kerim'e samim bo'lish. Yoki Allah'ın kitabı mesela Tevrat, İncil, Zebur, Furqan mesela. Bu kitaplarga biz nima qilamiz, samim bo'lamiz. Biz o kitaplarga işinimiz Allah Teala tarafından düşürülgen bu kitaplar özgürtülmegenler bo'lib qolsa, biz o kitaplarga biz iman etimiz, işinimiz. Allah'ın kitabıga biz samim bo'lish, Allah'ın kitabını ço kanun qilish. Kitap tushiribadi bizga. Bu kitap faqatlamço ülab qolganlar qabristonda o'qiydigan, yo'imiz ço tekstçe beshiq ep qo'ydigan, yoki chiroyli besib taqitib, buncha hammalarni birni saqlab qo'yib, onun içip bakmaydigan, qalab bakmaydigan, hayatımızı tatbiqlamaydigan kitap emas. Bu samim bo'lishning bir ifodasi, amaliyati bu Qur'onni hayatımızga tatbiqlash lazım. Hayatımızı tatbiqlayolmasak yoki buncha uni biz amal qilolmasak, ya qilishni xohlamay, uningdan bu zamonga mos kelmaydi, andati, mandati, u bu deyishdan ko'ra bizcho bizning nafsimiz, bizning shahvoniyligimiz, bizning havo havasimiz buni yo'l qo'ymaydi desak, ma'lumotliroq insofli bo'ladi. Bu bir samimiylikning ifodasi bo'ldi qarindoshlar. Şuna hem de Allah'ın kitabıga samim bo'lishda Allah'ın kitabını biz kanun, prensip deb e'tirof qilgan ekan, mayli foydamiz bo'lsin, mayli ziynimiz bo'lsin, biz davomliqcha qalallohu taala qala rasululloh desa, Qur'onda mesela oyatlar va hadis sharifda Peygamber Aleyhisselam so'zlagan sahih hadislar bo'lib qolsa, biz uningga amal qilishimiz, uningga e'tirof qilishimiz va uningga samimiylik bilan muomala qilishimiz bu intayin muhim. Samimiyetsizlik degan bu har qanday yerda ayblandi. Bu samimiyetsizlik degan her qanday bir kishi, mayli musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, buni yoqtirmaydigan bir nachar axloq. Shunga samimiyetsizlikni biz o'zimizga her qanday kishiga qo'llanmasligimiz, hamcho unda qilmasligimiz lozim. O'zimiz samimiyetsizlikni boshqalarning bizga samimiy bo'lishini talab qilsak, bu bir kulkul kishi bo'ladi. Masalan, biz Allohga, Allohning kitobiga bir samimiy bo'lib baqili. O'zimizni bir to'g'rilab baqili. Bizcho haqiqiy mu'min bo'lib baqili. Allah yardım beremdi, bermemdi. Yardım berdi. Ve kana haqqan aleyna nasrul mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dedi, müminlerge yardım berish bizning mas'uliyetimiz, mecburiyetimiz dedi. Biz mümin bulanmaganligimiz, Kur'an hadisiga haqiqiy qaytarmaganligimiz uchun biz mushkullarni ko'ryapmiz. Biz yordamni uningdan kutdik, buningdan kutdik, hamma ishni qilib baqdik, farzimiz bilan deb baqimiz, anda bo'lsak, manda bo'lsak, anda bo'ldi dedik. Ayda bo'lib kelsa tush ko'rgandeklar boshqa ishdan biz chiqdi. Ham chiqyapti masalan. O'zining shaxsiy manfaati, o'ziningki havo havasiga o'tilib kelsa, boshqalarmi yordam qilish mumkin. Mayli davlat bo'lsin, mayli shaxs bo'lsin. Agar havo havasi yoki manfaatiga o'tilib kelmasa, bizni chetga qayirib qo'ydi. Havo havasi manfaatini kim qandosa, kim shunga yordam qilsa, shu bo'yicha mengaverdi. Chunki Allohdan o'zga bizning yordamchimiz yo'q. Biz Alloh qilam tayinimiz, Allohdan yordam talab qilamiz. Mush iymonimizdan qat'iy mustahkam turishimiz bizningki g'alaba qilishimizningki asosi. Eğer intan surullah yansurukum mesela. Eğer sizler Allah yardım versen Allah sizlere yardım ver dedi. Biz Allah'a kançılık yardım verdik. Biz özümüzün vakti, pul meyli, iktisadi, aklını Allah'ın dininin terakkiyatı için kançılık sarıp kıldık. Özümüz samimilikle oynayıp bakayla. Kançılık kıldık. Özümüz cevap verip bakayla bununla. Biz onunla cevap veremeyimiz.
Çünkü bizde samimiylik yok menden başlap. Şu özümüzün tekşürünü. Allah'ın kitabını kanun kıldığanga, kalallahu Teala dese şükürdüğanga, Allah'ın kitabında dese dep bunun özümüz selamına diyeleydiğanga biz bir hareket kılıp bakılı kırındaşlar. Yedim birsem de Allah'ın nimese elçisiga samim buluş, Allah'ın elçisiga samim buluş. Allah'ın elçisiga qanday samim bulmayız degende, Allah'ın elçisiga samim buluşta Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayat vaktida Peygamberimizin buyruqlarını ameli icra qilish naq maydonda. Peygamber Aleyhisselam'ın iqtisadi, ijtimoiy har xil yordamlar jihati qo'g'dash sahobalar shunday qilgan. Peygamberimiz vafot bo'lgandan keyin chulsa, Peygamberimiz vafot bo'lgandan keyin biz Peygamberimizningki qoldirib qo'ygan sunnati tutmanga yo'li bor. Peygamberimizning davlat qurishda qanday ishlarni qilganligi, oila boshqarishda qanday ishni qilganligi, ibodat qanday ishni qilgan, hammasi kitobda aniq xotirlangan. Biz bilmaganligi uchun lekin yo'qib qolmaydi. Şu an bizlikə bilməyən nərsənin ki düşməni insan degan. Bilmsəkləmə yoxdur yakın bo'lgancha o narsa bu yo'qkan desək bo'lmaydi. Bizga Peygamberimiz Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özümüzün anımızdanmı bekrak mihriban zat hemmini köstüp özü emli tatbiqlab hayotiga köstüp qo'yib ketib qoldi. Şuna biz Peygamberimizga samimiy bo'lamiz deydiganmiz, Peygamberimizning tutmanğa yo'lda mengishimiz. Peygamberimizning her bir tavsiyasini, her bir buyruğunu anlaşımız. Yani sen Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de "Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah" dedi. Eğer sizler Allah'ını hakiki yaxşı ko'radigan bo'lsanglar, fattabi'uni. Mana geçen dedi Peygamberimiz. Yuhibbukumullah, Allah sizni yaxşı ko'radi. Netice Allah'ını yaxşı görüşüp erişiş için Peygamber Aleyhisselam'a erişiş. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini bica keltirish, sünnetini qo'g'dash. Bu sünnetken de biz sünnetken de qilmayapmiz. Aynı vaqt sahabalar, tabi'inlar sünnetken de qiladi. Qarindoshlar. Biz mana o'zimizga nayetliqi jiq biz bir diagnoz qo'yib baqsaq bo'ladi. O'zimizni bir tekshirib baqsaq bo'ladi endi. Shunga Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallamninki "Va ma atakum rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Peygamber sizlarga nimani aytib kelsa, uni darru tutinglar, ching tutib uni qabul qilinglar. "Va ma nahakum anhu fantahu." Peygamber sizlardan nimani cheklagan bo'lsa, darru yeninglar degandan keyin Peygamber Ekrem sallallohu alayhi vasallamninki cheklimlardan yenishimiz. Gerçi bizga ziyon bo'lib ketsa-mi vaqtliq, lekin bu oxiratda cho'ng bir foydasi bor buningki. Shunlashqa qarindoshlarimiz biz bu jihatda bu sahada nihoyatda yaxshi holatda o'zimizni tekshirib boqishimiz intayin muhim. Peygamber Aleyhisselam'a biz samimiy bo'la oldikmi, bo'lolmadikmi? Peygamber Aleyhisselam dedi, "Oxirgacha ummetim" dedi. Bu samimiy bo'lishdan olim ulamolar bosh va rahbarlar bosh hammalar xalqiga, o'zining millatiga nimalarni qildi? Biz samimiylik qila oldikmi? Rahbarlarimiz bizga samimiy bo'la oldimi? Yoki rahbar bo'lganda samimiy bo'la oldikmi? O'zimizni tekshirib boqishimiz lozim. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ish izlari oldimizda turibdi. Hech qanday bir o'zgartirishsiz holatda bizga yetkazilgan bu hadislar va sahih kitoblar bor qarindoshlar. Shunga bunga nihoyatda diqqat qilishimiz intayin muhim endi. Yana bir sanda musulmonlarning nimizga imomlarga samimiy bo'lish dedi. Musulmonlarning imomlar qanday samimiy bo'lamiz desa endi ve e'immetul muslimin. Bunun da Müslümanlarınki imam degan gapdan bu yalğızdan bizim kalımızda hem de dinni mesleğine şekillam solap koygandan keyin başka yerde dinni jiq bir emli ifadesini tapamaymiz. Ya şuarlarını icra kılamayız. Bunun bu vatandaşın da hamda Müslümanlarınki imamlarga samimiy bo'lish. İmam degan gap e'imme. Bu imamlar degan nima desanlar? Bu meyli mescidin imamı olsun, meyli cemiyet, ictimai cemiyetteki alim ulama olsun, meyli devletninki elbaşı, reisleri olsun, meyli hakim, emirler olsun, hemmisi bunun kirib ketidi qarindoshlar. E'immetul muslimin degenden hukam, hakimlar, emeldarlar hemmisi shunga kiradi. Bularga biz samimiy bo'ldikmi, bo'lmadikmi? Biz samimiy bo'la olgan bo'lsak qanday bo'ldik masalan? Bulamagan bo'lsa qanday bo'lamadik? Buni o'zimizni tekshirib boqishimiz to'g'ri keldi. Endi bizda bu rahbar chiqmaydi, rahbar unda olmaydi, manda olmaydi deymiz. Bizda ham shu har bir sohada mayli u bir mesela alim ulamolar sohasi bo'lsin, mayli mesela boshqa dehqonlar, tijoratchilar, har bir soha bo'lsin, bizdagi bir psixikalik ojizlik, bizdagi bir kasallikkan deb o'yladim men. Boshqalarga havas qilish, boshqa millatlarga cho'qinish, başka yat milletlerinin medeniyetine nait kızıqıdığan
hele qo'shnisinin qo'sh ko'rinibdi deganga o'xshash bir holat bor ekan bizda. O'zimizni e'tirof qilmaydigan, o'zimizning olimlarni e'tirof qilmaydigan, boshqa bir olimlar yoki azroqlam da'vat qilsa, azroq bir gapni desa, voy anda deb, manda deb deydi. Bu deganlik endi asad qilish emas. Har bir sohada tijoratchilikning har no'ch tijoratchilarimiz bor. Ular nurg'un g'alablarga erishib, nurg'unlagan masalan iqtisodiy qimmatlarni yaratsa, ularga bir ya bir rahmatimizni bildirmaydigan yoki shukr qilmaydigan masalan har bir sohada shu. Yozuvchilarimiz, mayli haqqoniy ziyolilarimiz bo'lsin, bularni biz ko'zga ilmaydigan boshqalar azroq gapni qilib qo'ysa, voy cho'lponning yaldamistimau deb ashunday faxrlanib yashaydigan bir kasal bor. Endi shunga biz rahbar chiqmaydi emas, biz chiqolmayapmiz. O'zimiz chiqarsak chiqidi. Osmondan tushmaydi rahbar. Boshqa millatdan kelib bizga rahbarmi ham bo'lib bo'lmaydi. Vaqtlik bo'lgandek turgan bilan, lekin bizning ahvolimizdan, psixikamizni, ichki ahvolimizni bilmaydi. Shu olim ulamolarimiz, rahbarlarimiz shundoq boshliqlarimizga samimiy bo'lsak, ularga samimiylikla yashsak, biz o'zimizning majburiyatimizni ado qilganimiz. To'g'ri, biz samimiylik qilsak, u samimiyatsizlik qilishi mumkin insonchilikda. Yoki bizning samimiyligimizni qabul qilmaslik mumkin, yoki bizga ko'nglimizni og'itishi mumkin, yoki zarba berishi mumkin, yoki o'chirishi mumkin, yoki bizni bir qisab qo'yishi mumkin. Lekin biz musulmonlarningki birligi, ittifoqligi buzilmasin deb mangsak tishimizni tishlab, o'choqda desa, ajrni biz olamiz. Qiyomat kuni biz mas'uliyatimizni ado qilgan bo'lamiz, lekin avvalcha xato qilamiz, o'zi tortadi. Shu hozirgi masala bizdagi rahbarlarning qismanlaridami samimiylik yo'q, ko'pinchisi bo'lsa-mu. Olim ulamoning desa qismanlarida unda samimiylik yo'q, ko'pinchisi bo'lsa-mu. Shunga hamda bu hozir hammamiz o'zimizning ideistiki maydonga boshqalarni tortib ekelanmay, boshqalarning xatolik nisbat berayotgan ahvollar aramizda nayt ko'pamdi. Şuna hamda musulmonlarning rahbarlariga samimiy bo'lish Payg'ambar akram sallallohu alayhi vasallam bununcha alohida tavsiya qilgan, buyurgan bir muhim bir ibodat bu. Ibodat. Shunga yana bir hadisda bor. Law ta'ammara alaykum abdun habashiyun isma'u wa ati'u. Agar sizlarga bir qori qul ba'zi rivoyatda beshi üzümchilikda shunda ko'rimsiz holatda bir qori qul amir bo'lsa, qo'mondan qilinsa, endi onunca itaat qilinglar, gapini anglanglar degan. Shunga biz endi andaki mamandaki desek, endi mendan boshlab hammamizning ayib nuqsoni bor. Agar ayib nuqson, agar bir gunoh, agar bir xatolik puraydigan shub qolgan bo'lsa, bu yer sharida seschilik tug'ilmaydi. Ma o'ynashdim turolmaydik masalan. Seschiligimiz puraydi. Shunlashqa biz o'zimizni aqlamaylik. Shunga fala tuzakku anfusakum deb Qur'onda hammamiz xatolashquchi. Hammamiz xatolikni tunib xatolikni yansak vaqtda biz eng yaxshi bo'la olamiz. Payg'ambar alayhisalom degandek, kullukum xattaun xayrul xattayin at-tawwabun degan. Hammalar xatolashlar, xatolashquchilarning eng yaxshisi xatolikni yenib tavba qilguvchilar, xatolikni ikkinchi qatim sodir qilmovchilar degan. Shunga endi shu rahbarlarimizmi ulum farishta emas, boshliqlarimizmi farishta emas, ulum xatolashdi. Ulumcha inson, bizmi inson. Biz farishtak bo'lishni talab qilib, o'zimizcha insondek yashayotsak, yana bo'lmaydi. Hammamiz masalan bizmi tamoq yeymiz, rahbarlarimiz tamoq yeydi, boshliqlarimiz shundoq. Ular barmoqlar sanog'il bo'g'idek bir ayib nuqson bo'lib qolsa, ularni atrofiga zich uyishili, ular taklif fikr birli. Ammasi o'zining ishi. Ammo qaytib qoladi deb umidlanmanglar. Ma birlik ittifoqlikni buzmayli. Shunga bu biz birlik ittifoqlikni buzganlikdan nurg'unlagan biz yan tortdik. Tarixdan mesela Abduqodir Damollam rahimahulloh, Alloh rahmat qilsin, bizningki hamda faylasuf darajalik alloma ustoz ash kishini o'z qo'limizdan o'ltirib atdik. Shumi nima degansa, millatning xor va zabun bo'lmoqninki sababi nima desa, millat xor bo'lgan, zabun bo'lganninki sababi bois nima? Jaholat va tafriqchilik degan. Jaholat degan nadonlik demakchi, bilimsizlik demakchi. Bilim o'qimaslik demakchi. Tabriqchilik degan bölgünchilik. Andaq qildim, mandaq qildim, men degandaq qilmadi, andaq qildi, avutdi, mavutdi. Endi bo'lsa hammamizning ko'nglida qisi bo'ldi, unda qilinmaydi. Unda qilsa, shu hammalarning o'zguchilik bir gapi bor. Emniyatga uyg'un kelamda reallik mas emas, biz uqmaymiz uncha. Shunga bir oilik kishilarning bir tamoq yeyishdimi-chu, uningki birligi bo'lmasligi mumkin. Shunlashqa biz o'xshash bo'lgan fikrda bir fikr kelsak, o'xshamagan fikrda o'z fikrimizni saqlab qolsak, inshaalloh bizimki qalbimiz atlam. Ala innan nasrallohi qarib. Shunga Abduqodir Damollamni jiq kuch chiqargan, isloh qilgan, islohotchi olimlardan Abduqodir Damollam.
Ama şunun için islahatın bekkavetmisin. Biz hidayete kirip kalmayla dep ahırda özümüzce onu boğuzlap öldürdük. Beni İsrail peygamberliği kandak kılgan bolsa biz ulemalarımızga şunda kıldık. Abdüsabat Damallamni tutup aldık. Abdülkadir Damallamni öldürdük. Qağalarning öldürülüşüge tutuluşuga sebepçi olduk. Şunu biz bu tatip atkan xapalıklarını tekşirip baksak özümüzdeki kolumuz, özümüzce keltirip çıkırgılık desek bu hata emas. Şunu özümüzdün tekşirişimiz bu intayin muhim. Qarindaşlar. Şuna biz Müslümanlarninki rehberleri, imamlarga samimiy bo'lish bu intayin muhim mesele. Agar biz samimiy bo'lmaydi ekanmiz, biz nima bo'lamiz? Oxirida o'zimizcha vayron bo'lamiz mesela. O'zimizga o'zimiz qilgan bo'lamiz. Mesela Allah Subhanahu va taolo oyat-i karimda "Va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu." Allohning ag'amchisiga mahkam yepishinglar, eslanglar. U o'sman Qur'on, hadis, din degan bo'lishi. Vala tafarraq bölünüp ketmanglar. Başka kanun, başka tane siyaset, başka obun mamağın degan bo'ldi. O siyaset mama deganlik faqat mamığın degan gap emas. Qur'on hadisni manba qilib turib, Qur'on hadis orqali mang'in, musulmonchilikni saqlab qol. Sen aqid, e'tiqod, ideologiya jihatda boshqalarning keyniga kirib ketma. Masalan, biz g'arb davlatlari va boshqa taraqqiy qilgan davlatlar bulardan taraqqiyotni o'rgansak bo'ladi. Bu hech qanday cheklama yo'q Qur'onda. Hadisda cheklama yo'q. Lekin uning aqid e'tiqodini o'rganib qolsak bo'lmaydi. Ularning axloqini o'rganib qolsak bo'lmaydi. Biz hali o'rgandik, doğurduk deplamcho, avval aqid e'tiqodi, acho axloqini do'rab qo'yatimiz. Onuncho ilmiy kirsine yoki saxtipazlikni, aldamchilikni siyosat deb tushunib qo'yatimiz. Bunda bo'z bo'lmaydi. Shunga biz o'zimizni tekshirishimiz, musulmonlarning rahbarlari, imomlari, bu dahiylarga sadoqatmanlikni bildirishimiz. Hech bo'lmasa qalbimizdan bo'lsa, amaliy ish qilamiz, qalbimizdan bo'lsa uni g'um saqlab, adovat saqlab qilmasligimiz bu uchun aqalli musulmonchilikning talab hamdi. Talab. Shunga biz hamda bu yerda bu hamda musulmonlarning rahbarlariga nima bo'lish, samimiy bo'lish to'g'ri gap chiqdi. Samimiy bo'lish degan ki bunu anlaplam, olduruplam, neme dese şuna kılan degan gap emas bu, qarindoshlar. Bunda desek hem de zaten şu ular xato qilsinmi, to'g'ri qilsinmi, hammasi shuningki to'g'ri o'xshaydi. Biz gap qilsak xatolashib qolamiz ekan, hech qanday ishni qilmasligimiz kerak ekan degan gap emas bu. Unda gap emas. Musulmonlarningki biz rahbarlarning xatolik bo'lsinchi buni aniq o'tirg'i qo'ya oladigan bo'lishimiz kerak. Bu mu bir nasihat. Nasihat. Bu bir nima? Kuyinish. Shunga biz musulmonlarning rahbarlariga xatolik bo'lsa, "Ma xato qildingiz" deya olishimiz kerak. Kerak. Qanday bir xatolik bo'ldi ekan, xatolikni-chi hamda ijobiy tanqid va salbiy tanqid va ijobiy tanqid uni yaxshilash, ayrimiyat deyish yoki ayrim uchta yo'llash, telefon qilish. Salbiy tanqidchi desa, shu xalqning oldida yo bo'lmasa boshqalarning oldida bir xil uning obrazini xunuklashtirgan, uni tushiradigan ishni qilsak, bu salbiy tanqid bo'ldi. Bu salbiy tanqidni shariatchi buni qo'llamaydi. Shariatda bunday ishchi yo'q. Yo'q. Masalan, Ömer radıyallahu anhu'nu misalga alsak, Ömer radıyallahu anhu bu ikinci halife, hatta Ömer mangan yoldan şeytan mağmaydı degan. Şu derecede keskin sahabe de bu. Bu sahabe nima degan desa, Ömer radıyallahu anhu Allah subhanahu rahimallahu imran ahda ila uyubi degan. Allah rahmet qilsin. Bir insonga mening ayiblarimni ko'rsatib qo'ygan dedi. Ayiblaringiz mava xatolashdingiz degan kishiga Allah rahmet qilsin. Deb Ömer radıyallahu anh degan. Deganda bir adam dedi ki, o Ömer radıyallahu anh'a nasihat qilib deb, "İttaqillah ya Ömer. Ömer Allah'tan qo'rq. Sen Allah'tan qo'rqmamsan, sen anda xato qilding, bunda xato qilding" deb va aksar alay. Uni najiqqa qilib ketdi. Aqoratini qilib chiqib, ashunda gapni qilgan ekan. Onunga bir diguvchi yendikilar desa, gapni qilavergan ekan. Sen mu'minlarning amiri, qo'mondoni, xalifaga munda ig'ir gap qilamsan, uskut dedi, shukto dedi. Debdi Ömer radıyallahu anhu nima dedi desa, qo'ygin. Uni digili qo'y. Agar ular deyamsa, ularning ichida yaxshilik yo'q. Deyamsa. Agar biz qabul qilmasak, bizda yaxshilik yo'q degan. Bu cho'ng bir bizga nisbatan bir ta'lim, qarindoshlar. Ular demasa, unda yaxshilik yo'q. Hozir olim ulamolarimiz haqni deb beramsa, o'zingcha azroq manfaatini debcho, o'zingcha majburiyatni ado qilmasa, ularda yaxshilik yo'q. Haqni demasa.
O haqni degandan keyin aşı rahbarlarimiz, aşı başlıklarımız onu anlap, ya onun sebebini tushundirib, bunda qilmay, onu silkishlab, ya onun chetga qiqib, onu yeklab, bir bulun qistab qo'ysa, bu başlıklarda yaxshilik yo'q. Bu aniq gap bu. Çünkü haqni aniq deyish kerak. Haqni o'tirib qo'yish kerak. Haqni deyolmasak, bu yer nima bo'lsak, istibdodlik, bir zolimlik, bir piravlik maydonga chiqadi. Haqni deyolmasa, o reisken, başlıkken, ondaken, mandaken deplak istibdodlik qilsa, bizni izvatgan kapalım istibdodlik bilan, şu bir partilik tüzüm bilan veya o'zim mening gapimdan ras, bizlar to'g'ri qilamiz deb mangallikdan biz zulm qilyapmiz qarindoshlar. Şu aramızda har qanday ishni maslahat, kengashlan qilish, o'zimizning xatolik bo'lsa e'tirof qilish, xatoligimiz bor deganga bizning o'rnimiz to'lab qolmaydi. Shunga hadisda ma tavada ahadun illa rafa'ahullah. Bir bende kemter bulmaydı, üzünün tüven tutmaydı, tutup kalsa Allah Teala onu derecesini yukarı kötürüydü diyen sahih hadis var. Biz üzümüz nasihatke muhtaç. Xuddi bedenimiz, üzümüzün cismimiz maddi naslige muhtaç olganda, yaxşı tamak yeyimiz, yaxşı uxlayımız, yaxşı kiyim giyimiz, şuna muhtaç olgandek, nimimiz mi, maneviyetimiz mi nasihatke muhtaç. Bazı kişiler nasihatten mahrum kalır. Nima üçün başlıklık, orunu, sebeplik bir kim nasihat kılanmaydı. Bir kim binas diyenmeydi mesela. Hatta ki nima dese, şu bir emeli boğan iş, İspanya'nınki aynı vakitte nimse, İspanya'nınki şu vakit halipse bir mescid saptıken. Mescid selip bu mescidin kattık pek yasaptıken de, yasıgan dinkin bunun kartta bu Qagan kişiler buna gaplanmaptı iken. Gaplanmagan iken Abdurrahman ibn Nasir bunu şu şehrin muayinida bek isil yasab şu derecede endaqlik bir xil naiti ijadi işlerini vücut çıkarıptı iken. O qilgan ishni ham deb bo'lmagan derecede yaxshilikni qilgan kishi ekanda, shuning bilan tug'an dinkin hamda ashini qilib, "Menda yaxshi qildim" deb tursa hamda uningga desa, bir alim der olamçı onun dese bu aşı qazi faqih kişiyken şu vakit ise Munzir ibn Sa'id al-Baluti diyen kişi sen nemişqa muşundaq qilsa sen bunda qilganning o'zi musulmonlarningki mal mulkni isrof qilganlik emasmi? Sen bunu bunda qilgicha buni ma'rif masalan yaxshi yo'llarga ishlasang bo'lmamdi. Nemişqa mundaq qilsa deb nat ig'irga qilib ekan. Eğer gap qilib bunun burcu hamda ayetning hammasini o'qishning o'rni yo'q. Agar Alloh subhanahu va taolo kafirlarga shunday qilqi nima qilgan bo'lsa, shu bagan narsada yaxshilikni maqsad qilgan ya yaxshilik Alloh taolo yaxshilik bagan narsani yaxshilik deb o'ylanadigan shunday ish bo'lib qolmagan bo'lsa, ularning o'g'izlari kumushdan alohida ayetga yo'linib o'ltirdigan nimalar karvatlar ayda alohida bir zibuzinetlik holatni Alloh taolo birdi deb shu oyatni eslatib turib, bu nimani xalifani shu vaqtda biroz tanbihlab ekan. Ya'ni uningga tarbiya qilib ekan. Shuning bilan bu kishi menga tarbiya o'z qilgan, men bu jihatda xatolashdim deb nihoyat qattiq yig'lab ketgan ekan. Hamda hozir nasihat qilsak, yo bo'lmasa samimiylik qilsak, biraz hem de bu iş ters oluşu mümkün. Çünkü biz Kur'an hadisinden ayrılıp kıyvatımız hem ayrılıp kıyvatı da rehberlerimiz, başlıklarımız hem de nurgun işler aldıraş olacak. Şuna eskertilse alim ilmalı bir nesli ise bunun için çok bir yaxşı qarash intayin mühim. Hatta ki Muaviye'nin kaşığa Ebu Hazim diyen kişi kirip Muaviye'ye deptiken ki yine eyyuhel ecir ya yel medika yani sen yallanma hadim diyen gepemdi bu. Sen muş ümmetninki bir medikasısın, hizmetçisisin diyenken. Deplam onu ki Allah subhanahu wa ta'ala seni muş ümmetke, muş milletke hizmet kısın dep yallagan, sen hizmetke koygan dep onun ki nahayette eğir tenbihlerini birip diken. Aşamın emin diyen desep onun nispetten başka bir baş kopal muamele bulmaptı iken. Çünkü eskertip turduğu adam bulmaydı. Süleyman ibn Abdülmelik mi Abul Hazım'a depti iken. Biz nima uchun uylarni yomon ko'ramiz, yashashni bek yaxshi ko'ramiz, dunyolarimizni nihoyat bek qadrlaymiz deganda Abu Hazim degan olim depti ekanki, chunki sizlar deydi,
Dünyani avatlaştırıp, dünyani güzelleştirip, ahiretini veyran kıldыңlar. Şunga harap boğa yerge bağınlar kelmeydi. Dünyada yaşayınlar ba. Uzak yaşasam deysizler. Dünyasını harap kılgan, ahiretini avat kılgan kişi ahiretke barudu. Ahiretke amrak. Xuddi muhsin, Müslüman kişi başka bir yere gidip ailesi qaytib kelgandek lan ahiretke minishni, Allah bilan uchrashishni nihoyatda orzu qiladi. Lekin fasık ya kafir bo'lib qolsa desa, qechib ketgan qulga o'xshash, yana xo'jayinning qechib qaytib kelgandek nihoyatda shundoq kamsamkan degan ideyada bo'ldi degan ekan. Buni desak pek ko'p qarindoshlar. Demak, olim ulamolarningki haq maydonida tug'anligi, bunu so'zlaganligi nihoyatda ko'p bir amaliy ahvollar bizga bu nurg'ulg'an tarixda bu aniq o'tirib qo'yilgan. Shunga biz o'zimizni aqlamaymiz. Inshaalloh bizning yetkichi ayib nuqson bor. Lekin yaxshi qilishga tirishimiz. Olim ulamolar bilimi bilan emas. Olim ulamolar maydoni bilan tunildi. Maydoni bilan olim ulamo. Bizde doktor, profesör, magistr, o acayip pek köp. Onu biz kemçilik tatip kalmadık. Lekin biz kemçilik tatip atqınımız, kemçilik bulup atqınımız, naiti kündüz çırağı yakını tapanma atqınımız, haqqını sözleydiğen, milletini birleştireleydiğen, haqiqatçı özünün menfaatini keçeleydiğen bir rehberge, bir ulamaga, bir kumandanga biz muhtaç. Bunu tapanma atımız. Bu musa alim ulamalarımız yeterlik bizdenki. Öyle fenni cihat olsun, meyli dini cihat olsun, her doktorlarımız, her magisterlarımız, her kişilerimiz var. Lekin biz bularını kalırsak, milletin umumi menfaati yoki dinimizdeki menfaati ziyan uçurga vakitte olanı tapqılı bulmaydigan ahvallar bo'lib qoldi. Lekin aslandaki ulamalarımız var. Lekin bu mu yeterlik emas. Bütün ulamalar bunun uchun qadam bosishi intayin zarur demoqchi. Shunga bu Müslümanlarınki imamlarga samimiy bo'lish yoki ularga nasihat qilish masalasi bu intayin muhim bir masala. Bu masalaga qarata biz sal qarasak bo'lmaydi demoqchi. Qarindoshlar. Endi yana birisi desa, Müslümanlarınki umumisiga samimiy bo'lish dedi. Endi qanday samimiy bo'lamiz Müslümanlarga, qarindoshlarimizga, yana jamoatimizga, fuqarolarimizga desa, endi hammamizga samimiy bo'lishda bizning rahbarlarimiz bularga samimiy bo'lmadimi? Bular özünü tekşirip bakış gerek. Samimiy bo'lgan bo'lsa Allah rahmat qilsin. Allah Taala bularga hasilab bersin. Agar samimiy bo'lmagan bo'lsa, nemishqa men samimiy bo'lmagandim, qanday tekkizib qo'ygandim deb cho'qim o'zining mas'uliyatini ado qilish kerak. Mu'min musulmon degan oyati degandek va yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa va man yuqashuha nafsihi fa ulaikumul muflihun. Sura Haşr'ın 9-oyatida o mu'minlarning sifati qanday desa, ular özünün menfaatini başkalarının menfaatini artıq biladi. Meyli maddi olsun, meyli başka olsun, menfaatini artıq biladi. Gerçi ularda bir muhtajlık, ularda bir ziyan. Ayda bolsumu ular ahiretinde Allah rızalığında özünün menfaatini vazgeçeleydigan manda bir ruh bar degan bo'ldi. Kim özününki nefsininki bekillikini, maddi ve meneviyat bekillikini saklansa, Allah yolunda maddi ve meneviyatın barlığını sarıp kılalsa, bilimini sarıp kılsa, vaktini sarıp kılsa, iktisadını sarıp kılsa, demek aşılar ular nicatlık erişkiçi, ular galiba kılıkçı degan bo'ldi. Şuna biz hem de şu ağrımız bek çoğun, gayemiz bek uluğ, lekin kılvatqa işimiz çoğu dese, şu ağrımız gayemizninki yüzünün mıngın birisi toğru kemmeydiği alet bop kaldı, menden başlap. Şuna biz mi qarindoshlarımızın xatolik bo'lib qolishi bizni ko'z tiqishni umid qilamiz, ham qo'limiz ko'ksimizda inshaalloh. Shunga bir millat o'zining ahvolini o'zgartmaguncha u millatning ahvoli o'zgarmaydi. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karim degandek, innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bir millat dedi. Allah taolo bir millatninki qavm, bir millatninki ahvolini o'zgartib o'tmaydi. O millet özürlük bahanasını özgürtü etmek için bir xil tercümesi. Yani özlük ahlaklık buluş, sehi buluş, imanlık buluş, itikadlık buluş, mühta işini özgürtü etmek için, özgürtüp başka bir naçaralat ötmek için Allah Teala onun için müstakillik, onun için erkinlik, bayyaşatlık, bayyaşını özgürtü etmeyi degen oldu. Ya ki Allah Teala bir kavimdeki naçar illet tügümü için bu kavimnin çoğu ahvalını özgürtüp onun müstakillik, onun erkinlik, onun hürlikni vermeydi degan bo'ldi. Bir kavimdeki kavim mabi kavmin kavimdeki ahvalını özgürtmeydi Allah Teala.
Hatta yugayir ma bi anfusihim. Dikkat qilgan bir nokta ma bi anfusihim. Ma bi anfusihim. Yani nefsidiki. Her bir adam hasadxo'rlikdan iborat, bexillikdan iborat, chidamaslikdan iborat, ittifoqlasholmaslikdan iborat, menmanchilikdan iborat, o'zincha pasiqlikdan iborat, kofirlikdan iborat. Bu shunda ishni o'zgartib, bunicho to'g'rilamigacha Alloh taolo ularga o'z diyardagi islom diyardagi mustaqillikni bermaydigan bo'lamiz buni. Shunga biz o'zimizni tekshirishimiz intayin muhim. Biz xalqimizga nima bo'lamiz, samimiy bo'lamiz deydi ekanmiz. Samimiy bo'lishningki yo'li ko'p. Yaxshilikni buyuramiz, yomonlikni to'simiz, xato bo'lib qolsa, xato ma'lumot mamang deymiz. Anglaydiganlarga inshaalloh qo'limiz ko'ksimizda davomli xizmat qilamiz. Ma'naviy jihatdan. Moddiy jihatdan desa, bularga samimiy bo'lish deganda qo'limizdan kelishicha ularningki hayoti, masalan, bexatarligi, turmushi, mushning hammasini Muşa rəhbərlərinin, ustazlarının uğurlaşdırış məsuliyyəti var. Bulada bilim bo'lganligi, bulada hüquq bo'lganligi, buladagi bir alayidlik, bir fazilat emas. Buladagi çok mecburiyetning aşqanligi. Buladagi çok bir yükninki aşqanligi. Kim bu ishni yükni ko'tarsa, buningga loyiq xizmat qilmasa, Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunicha buni shu mas'uliyatsizlikka qarata jazolaydi demoqchi. Qarindoshlarimiz. Şunu biz davamlı özümüzün tekşürüşümüz, bütün Müslümanlar çok nima bo'lishimiz, samimiy bo'lishimiz bu intayin çok mühim. Hem de şuna yuqoridagi Müslümanlarning ya mu'minlarningki, masalan, emir deb moba, padişah deb moba, boshqacha, masalan, imom degan gap hammasi shu. Bu rahbarlar, olim, ulamolar bularga samimiy bo'lishda qanday samimiy bo'lamiz? Haqni so'zlaymiz, ulug' deymiz. Masalan, misol olsak, Abzalul cihadi kelimatu haqqin inde sultanin cair. Bu bir qancha xil rivoyatlar kelgan. Bu sahih hadis. Cihatning eng afzali. Eng afzal cihat. Cihat afzal. Cihatning ichida bu eng afzal cihat kelimatu haqqin. Haq so'zini deyish. Kelimat haq so'zni. Kelimat deb bir kelima. Bir kelimani so'zladi ya bir kelima yozdi ya bir kelimani chiqadi demoqchi. Inde sultanin cair. Inde sultanin cair degan zalim padişah. Ya ilda sultanin mesela inde emirin cair degan rivoyatlar var. Qanday olmasa ish bir huquqlarning oldida, zalimning oldida, meyli o Müslüman bo'lsin, meyli kafir bo'lsin, haqni deyilgan bu eng cho'ng jihad qilgan bo'ldi. Ma'noqni tushunlar qarindoshlar. Bu hadisning mazmunini izohlashda barliq shu ahlimlar buni yaxshi biladi. İnda sultanin cair. Lada sultanin cair demi inda deb nima deydi? Inda deganning ham endi bo'lgan, ham boshqa yerda bo'lgan, ham yiroqda bo'lsinmi? Ish qilib, ashning huzurida bo'lsa yoki ashning doirasida bo'lsa bo'ladi. Masalan, konsulning oldiga chiqib, azoncha ota-onamiz, tuqqanlarimiz ashularni davosini qilayotgan. Haqiqat Alloh rizolik uchun qilgan bo'lsa, ajr savobi ko'p buning uchun. Ham shu jihatningki eng afzali bo'ladi. Nima ish qilmoqda bo'ladi? Nima ish haqqimizni emas, nima ish xizmatimizni tortib olsa, nima uchun bunda deyilgan adam cho'ng jihat qilgan bo'ladi. Bunun hech qanday shak yo'q. Bizning qarshimizdagi dushman, bizning qarshimizdagi kofirda hech qanday shak yo'q. Hech qanday jihatda buningda bizcha ikkilanib qoldigan ish yo'q qarindoshlar. Bu shu uchuq kunda 6-oy vaqtda quyosh parlab turgandeklamcha bir masala bu. Hech kimning ixtilof yo'q qarindoshlar. Mushu kishilar Lada sultani degan bo'lsa, yeniq berib, shuncha mesela kafir, voy emir, voy sen mana desek bo'ldi. Unda deyishga imkoniyat yo'q birinchisi. Ikkinchisi, konsuli shuning uchun hukumatda, shuning uchun yetkazdigan yeri bo'lg'achqa, konsulning oldiga chiqib, butun dunyodagi musulmonlar, butun dunyodagi qarindoshlarimiz shunday da'vo qilishi, bunga so'zlishi yoki haqni deyishi xato bo'lib qoldi deb. Masalan, ya gazet orqali, ya axborot orqali o'ngshildigan ish bo'lib qolsa, shuning uchun yezish shu jihatning bir qismi endi. Nima uchun afzal jihat dedi sana? Jihatda qurolliq urushga chiqsak, ya g'alaba qilamiz yoki mag'lub bo'lamiz. Lekin men haqni degan vaqtda buningda cho'g' degan vaqtda ko'pincha mag'lubiyat bo'ladi. Chunki unda zolim bo'lgan odam degan uni har qanday qilib ya joylashi yoki uni qarlishi yoki boshqa bir qaslishi mumkin. Shunga afzalul jihad deb qo'yishi Peygamberimizniki bu yerda bir ma'lum bir nuqtani bizga bildirmoqchi qarindoshlar. Shunga har qanday ishda biz o'zimizni tekshirib turishimiz kerak. O'zimizning insoniyligimizni unutib qolmasligimiz kerak. O'zimizning musulmonligimizni unutib qolmasligimiz kerak. Bu sohada nurg'unlagan masalan oyatlar, nimalar, hadislar bor. Endi buni biz haliga kengaytsak, bek kengayib ketadi. Shunga bu qarindoshlarimizga samimiy bo'lishdan qanday samimiy bo'lmaymiz desa, masalan, Peygamber Ekrem sallallohu alayhi ve sellem'ninki hadiste Peygamberimiz mesela ne dedi dese,
ve izastansahaka fansah lahu. Bir adam sana nasihat qilib qo'yishni talab qilib qolsa, uni nasihat qil deydi. Nasihat qilib qo'yish, menga bir nasihat qilsizlar. Mening sal kayfiyatim yaxshi emas. Ya bir g'am besib oldi. Ya menda ahvol desa, bu bir ma'naviy jihatlikcho, unga yordam. Xuddi qo'sug'in to'yg'izib qo'ygan kiyim apaganga o'xshash, ashunda bir yordamlar bo'ladi. Shuni musulmondagi olti haqqininki birisi nasihat talab qilish, nasihat qilish. Samimiylik talab qilish, samimiy bo'lish. Bu muhim bo'lgan bizning qilish tegishli ishimiz. Şonlaşqı biz bu xalqimizga biz samimiy bo'lishimiz lozim. Har jihat xalqning manfaatini o'ylashimiz lozim. Xalqni aldamasligimiz lozim. Ma bir kishilik jinoyat, bir kishilik qilgan xiyonat, buning jinoyati bir xil bo'lsa, bu xalqni aldigan, xalqimizningki taqdiriga o'ltirgan. Alloh ko'rib turdi meni. Alloh hammani ko'rib turdi. Agar shunda ish sodir bo'lib qolgan bo'lsa, shu rahbarlar oldiga chiqqanlar qiyomat kunisi eng og'ir jazoga tortildi. Xuddi zina payışının muçolsa, başka bir tunamaydıgan yerde kılan zina bilen, üzün qo'shnisiniki qizi yoki qo'shnisiniki ayoldan qilgan zina nechasi ortiq bo'lgan o'xshash. Buningki jinoyatningmi alaqacho og'irlik salmiqi nima desa, uningki shaxs, o'rin, almishga gishib, og'irlashdigan ish bor. Shunga xalqimizning manfaatini qurban qildigan, uning depsanda qildigan yoki xalqning biz yetakchisi, biz uni to'g'ri yo'lga boshlaymiz, biz shuni doisi, biz shuni kuyingich degan qiyofat kirib turib, kuyinmay yoki xalqningki mush davosini suiiste'mol qilib shaxsiy manfaati uchun xizmat qildirdiganlar Allohdan qo'rqish kerak. Ashundalar bo'lib qolsa, Allohdan qo'rqish kerak, darrov tavba qilish kerak, xalqimizga haqiqiy sog'lom holatda xizmat qilish kerak. Qila olsa, qilmay qolsa, eng yaxshi o'zining ishini qilish kerak. Shunga ishni qilinmagan yoki uning nisbatan salohiyati yo'q kishilarning chiqib buni qilishi ish qilmagandan bakroq og'ir buningga jinoyat bo'ladi. Shunga ba'zi salohiyati yo'q kishilarningki bu sohaga kirmasligi, buning uchun xalqimizga samimiy bo'lishini talab qilamiz. Xalqqa samimiy bo'lishning yo'llari bek ko'p. Shunga qarindoshlardan o'tindig'inimiz, talab qildig'inimiz, ana mush hadisni biz o'zimizga qilnami qilaylik qarindoshlar. Peygamberimiz degandek din nasihat, samimiylikdir. Kimga? Allohga, Allohning kitobiga, Qur'on Karimga va Peygamberimizning masalan hadislari, hozirgi masalan bizdagi sunnatlari, Peygamberimiz hayot vaqti Peygamberimizning o'zi masalan unga samimiy bo'lish. Anadagi musulmonlarning imomlarga, rahbarlarga, dahiylarga samimiy bo'lib, o'zimiz uchun samimiylikni bildirish va ularningki umumizga bütün musulmonlarga, bütün fuqarolarga nima qilish? Musulmonlarga samimiy bo'lish, ularga kuyinish, nasihat qilish, nasihat talab qilish degan gapni ya talab qildi, o'zi yo'q ahvol talab qildi. Masalan, psixopatchi azkishni qilib turgan bo'lsa, "Maklan ukam, maklan qarindishim" deb yenimizga tortish lozim. Hammamiz o'zimizdek bo'lsa, aralashmaymiz desak bo'lmaydi. Biz har sohaga kirib, har sohadagi kishilarni o'ngshab, har qanday kishiningki da'di bo'lsa, har qanday kishiningki qiyinchilik bo'lsa, qo'limizdan kelishicha hal qilishga inshaalloh tirishimiz. Hech bo'lmasa, uni yaxshi maslahat beramiz, tasalli beramiz. Shunga biz o'zimizning majburiyatimizni ado qilishga tirishyapmiz. Alim ulamolar, boshqacha rahbarlar qilyapti. Lekin inson bo'lgandan keyin kamchilikdan xoli emas, samimiylik masalasida xalqimizning samimiy bo'lib, har qanday ahvol bo'lsa deb tushuntirib, har bir ish qilmoqchi bo'lsa, alim ulamodan maslahat so'rab qilishini tavsiya qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni shu so'rinda hozir o'rtoqlashgandek va yoki bundaki shu da'vat tashviqotni yoki tabliğni shu anglagan kishilarimiz bilan birga shunday o'rtoqlashgandek jannatul firdavsda birga o'rtoqlashib birga Alloh subhanahu va taolo ne'matidan bahramand bo'lishni nasib qilsin. Alloh taolo ishqil dunyoda bizni aziz qilsin. Alloh taolo bizga haqiqiy hurlik, islomiy erkinlik ato qilsin. Men sizni mishada oxirlashtiraman. Hammangizga Allohga omonat. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.